Hurmatli obunachilarimiz, mana Xudo xolasa qo'ldan kelgancha haydayapmiz. Yer qobida juda. Endi kichkinagina joy. Bizga mana shunaqa joy ma'qul. Boshqa joyga tushib, naqa bo'laydi ham o'zimizga qiynagandan. Shunaqa joy ma'qul. Qo'ldan kelgancha. İşte boshini ham ozgina yurib beramiz. Yashagan puligim sal qottalik qilyapti. 11:00 zo'r tortyapti buni. 11:00 ga qo'shdik. Ko'rgansizlar videoni. Bu ham portadi. O'zi bunga yasaganman. Birinchi 11:00 yo'q edi. O'zi anaqa sal loy yerlar bo'lsa, ko'gni joy bo'lsa, bu soat qolyapti. Korpus katta bo'lib ketgan o'zini kuchiga nisbatan. O'ziniki bilasizlar, kichkina. Endi anavi MTZning puligi bor, bolalarimga o'shani qo'ygin desam, men buni qo'yib qo'ydim, ko'chaga chiqib kelganimda.